Bular odam bo'lmaydi. Hayvonlar. Kim? Sen yangi ustozmisan? Aha. Omadingni bersin. Hurmat. Bo'pti, charchamaman, ketdim. Hey, qaqqa? Ishga. O'qishchi? O'qish meni va oilamni boqmaydi. Kim yana shu fikrda? Qancha topasan? 15 ming kuniga. Qolganlarchi? Man 20 ming topaman. Kompyuterxonada ishlayman. Man 25 ming topaman. Manikyurchiga yordam beraman. Oramizda eng boyi Mirsagatov. Sen qayerda ishlaysan? Bozorda arava tortaman. Kam 30 ming pulim bor kuniga. Sizlar bu narsalarni faxrlanib gapiryapsizlarmi, bolalar? Nima? Qornimizni to'ydirmaydigan beshlar bilan faxrlanaylikmi? Balki kelisharmiz. Nimani kelishmoqchisiz? Har bir baho uchun pul to'layman. Oppa! Вот это поворот! Eng ko'p baho olgan 5 ta o'quvchiga Kuniga 20 mingdan. Yo'q, 25 mingdan. roziman. Oy, qaqqa? Ishdan bo'shashim aytib keling. Narziqulov doimgidek ikki. Balki oldin tekshirib ko'rarsiz.